Agar issiq kunlarda makiyajingiz erib, yuzlaringiz terlab qolayotgan bo'lsa, bunda kosmetikani aybi yo'q. Ayb faqat o'zingizda. Noto'g'ri texnika va noto'g'ri makiyaj qilganingiz uchun bu xatoliklar bo'lyapti. Ko'pchilik ayol qizlar makiyaji erib ketganligi uchun yuzi terlagan holda ko'chada makiyajga chiqishga uyalishadi va o'ziga nisbatan ishonchi yo'qoladi. Agar siz shu videoni oxirigacha ko'rsangiz, men sizga to'g'ri makiyaj qilib, issiq kunda ham chiroyli makiyajda va oqib ketmasdan chiroyli yurishni o'rgataman. Qimmat va yaxshi kosmetika ishlatmayotganim uchun yuzimda makiyaj zo'r turmayapti deb o'ylayotgan bo'lsangiz, yokida yuzingiz ko'chaga chiqqaningizdan keyin yomon bo'lib, erib, oqib, terlab qolayotgan bo'lsa, aynan shu videoni oxirigacha ko'ring. Ismim Dildora, Dilanora nomi bilan ko'pchilik taniydi. 10 yillik tajribaga ega vizajistman. Shu paytgacha 5000 dan ortiq offline, onlayn o'quvchilarim bor. Hozir men sizlarga aynan onlayn o'quvchilarimning natijalari bilan bo'lishaman. Oldingi yilgi 7 ta potokimda o'qigan o'quvchilarim bironta ham negativsiz chiqishgan. Bunda o'quvchilarimiz 80% Samsibi vizajist kursini, onlayn kursini to'liq o'rganishgan. 12% o'quvchilarim Samsibi vizajist kursi bo'lsa ham boshqalarni makiyaj qilib daromadga chiqishgan. Darslikni boshlasa ham bo'ladi. Birinchi bo'lib ko'pchilikning xatosi bu yuzni tayyorlamasligi. Ko'pchilik yuzni namlantiradi, lekin yozgi kunida sizlar primer ishlatishingiz kerak. Birinchi o'rinda yuzni tayyorlaganingizdan keyin, tonalka surganingizdan keyin yaxshi turib beradi. Meni primerim Artist. Primerni olib yuzimizga suramiz. Bunda ham xatoliklar bo'ladi. Primer surishni bilganinglar bilan, lekin buni to'g'ri surmasanglar, aynan ko'chaga chiqqaningizda erib ketishiga sabab bo'ladi. Primerni surib turib, xatolik nimada? Ketidan sirazi tonalka surishingizda. Tonalka surmaysizlar, primer surilgandan keyin 5-10 minut kutasizlar обязательно. Bu primer yuziga narsa toshgan qizlar uchun ham juda ham zo'r. Tonalkalarni tekis qilib yotqizib beradi. Primer 5-10 minut turgandan keyin yuzingizga shimgandan keyin tonalkalarni olasizlar. Sizlarga eng katta sekret bu mana oddiy o'zimizda ishlatiladigan Catrice tonalkani любой har kuni ishlatadigan tonalkalarga aralashtirishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu BB bo'ladimi yoki de professionalniy Estee Lauder bo'ladimi, farqi yo'q. Любой tonalkaga aralashtirasizlar. Har kunligiga ko'pincha qizlar BB krem ishlatishadi. BBga aynan Catrice'ni aralashtirib ishlatasizlar. Tonalkani iloji boricha yupqa ishlatasizlar. Agar ko'zingizlarning tagida qoraygan izlar bo'lmasa, iloji bo'lsa konsiler ham ishlatmanglar. Bizda yozgi kunida maksimal darajada suyuq, ya'ni tonalka, konsiler kamroq ishlatishimiz kerak. Agar ko'zingizlarning tagida menga o'xshab ozgina qoraygan izi bo'lsa, tonalkani 2 marta yurg'izib yuborsanglar, shundoq ham yopib beradi. Endi eng zo'r, eng kerakli qismi, bu narsani ko'pchilik bilmaydi. Aynan sizlar uchun ochyapman. Buni vizajistlar katta pulga o'rgatishadi. Qaranglar, uyinglardagi ishlatadigan rassipchitay pudrani ichiga prisipka aralashtirasizlar. Mana, oq prisipka yokida ana dubayskiy bunaqa idishda, dumaloq idishda chiqqan prisipkalar bor, bilasizlar? O'sha prisipkani aralashtirib, yaxshilab yuzingizga xuddi har doim pudra surgandek surasizlar. Ko'pchilik rassipchitay emas, mana bunaqa dumaloq idishdek pudralarni ishlatayotgan bo'lsanglar, oxirigacha ishlatinglar va boshqa qaytib unaqa pudra olmanglar, sizlarga maslahatim. Endi men sizlarga hozir korreksiya yokida noldan boshlab professionalniy tonalkada surib yokida konsilerlar bilan korreksiya qilishlarni o'rgatmayapman. Bu yerda aynan o'rgatilayotgan narsa stoyki makiyaj. Har kuni sizlar yuzinglarni og'irlashtirib, jiddiy korreksiya, jiddiy highlighter yokida jiddiy rumyanalar bilan makiyaj qilmaysizlar, to'g'rimi? Sizlarga maksimal darajada tez bitadigan vaqti va effekti zo'r bo'ladigan makiyaj kerak. Aynan shu hozirgi qilayotgan texnikam ham tez, ham arzon va kechgacha turib beradi. Boya ishlatgan sponjimda olib shundoq qotirib chiqsanglar bo'ladi. Keyin aytishingiz mumkin, o'zi ustoz ekan, nimaga birinchi kistichkada surmadi deb. U narsalar haqida emas texnika. Xohlasanglar qo'lingizda surkanglar, xohlasanglar kistichkada surkanglar. Tonalkani aytyapman. Lekin uni farqi yo'q. Hozir men bu haqida emas, sizlarga stoyki makiyaj haqida o'rgatyapman.
lekin обязательно qo'lingizda surkaysizlarmi, kistочкада surkaysizlarmi, namlangan sponjda tonalkani yedirishinglar kerak bo'ladi. Uni ustidan mana bu namlangan holati ancha qurib qolgan. Shuning uchun bemalol pudra ishlatyapman. Shu pudrani faqat ayamasdan, agar yuzinglar problemli, men qalin tonalka surmasdan yura olmayman desanglar, mana bu lifehack, bu qilinadigan makiyaj texnikasi 2-3 marta ustidan yurg'izganinglarda o'sha sizlar ishlatadigan qalin effektni beradi. Hattoki yuzida husnbuzarlari bor qizlar uchun mana shunaqa pudrani ko'p qilib surib qo'yasizlar va 5 daqiqacha kutib turib, keyin kistочкада olib tashlasanglar, yuzinglarni ancha yotqizadi. Bilaman, husnbuzar chiqadigan yuzlar asosan yog'li bo'ladi. Yozgi kunida aynan bunaqa qizlar juda ham qiynalishadi tonalkada. Mana 5-10 minut turgandan keyin qoqib tashlasanglar, yuzinglar ancha vaqtgacha tiniq, matoviy bo'lib, yog'lanmay, oqib ketmay turib beradi 100%. Korreksiyani ham faqatgina suxoy produktda qilasizlar qizlar, xohlagan. Rumyanelarni ham, konturlarni ham faqatgina suxoy bo'lsin. Yozgi kunida umuman jidki ishlatmanglar. Hozir menda ko'zimni tepa qismi tayyor bo'lgani uchun shunchaki past qismlariga ham yana ozgina teng surdim. Va tush surib olaman. Makiyajim kundalik har kungiga mos bitadi va bu makiyajim kechgacha turib beradi. Yoz kunida faqatgina tonalka emas, pomada ham eriydi issig'i hisobiga. Shuning uchun lablaringlar ham g'alati bo'lib erib ketadi. Shu sababdan faqatgina yozda kontur ishlatinglar. Bu endi issiqda juda ham ko'p yuradigan ayol va qizlarimiz uchun. Kontur surib, konturda labilarni ichini ham to'ldirib yuborasizlar va расшифровка qilib yuborasizlar. Kun qanchalik issiq bo'lsa ham kontur erimaydi, lekin pomadalar erishi mumkin. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, qish kunida kontur sursanglar labilarni quritadi, to'g'rimi? Bekorga emas, chunki havoda namlik bo'lmaydi, quruq, sovuq bo'ladi, shuni hisobiga erib ketadi. Lekin yozgi kunida issig'i hisobiga o'sha pomadani sostavi eriydi, labda erib ketadi. Xuddi u video boshida aytib o'tganimdek oqib ketgan effekt beradi. Bu xunuk narsa qizlar. Suxoy highlighter bilan ozgina svejist bersanglar bo'ladi. Bu zararli emas. Yuzimizda o'sha pudradan keyin уже hech narsa erimaydi. No, lekin suxoy. Bu yerda ham highlighterlarni jidkilari bor. Unaqalardan foydalanmanglar qizlar. Faqatgina suxoy va zarrasi mayda bo'lsin highlighteri. Oxirida agar sizlar juda ham uzoq yo'lga yoki avtobuslarda yuradigan, issiqda qolib ketadigan joylarda ko'p yursanglar, обязательно fiksator ishlatinglar. Ya'ni xohlagan fiksatoringlarni. Lekin sizlar o'qishga, ishga tez ko'chaga 1-2 soatga chiqib kelsanglar, mana shu texnikani o'zi sizlarga yetadi. Yuzinglar umuman erib ketmaydi. Yana ham qotirish uchun shunchaki fiksatordan foydalanamiz. Bu makiyaj точно bir kun o'chmaydi уже. Qizlarjonlar, sizlarga o'rgatgan bu darsligim men o'quvchilarimga o'rgatgan darsligimdan 0.01%. Meni onlayn kursimda o'qigan o'quvchilarimning natijasini kursni bitirgandan keyin o'zligiga qanaqa makiyaj qilishganligini, mana isbotini sizlar ko'rishinglar mumkin. O'quvchilarimda ham juda ham ko'p muammo bo'lgan. Qovog'ini 2 xil bo'yashgan, podvodkani 2 xil bo'yashgan, qosh, yuzga ton tanlash olmagan, korreksiya to'g'ri qilish olmagan. Hozir o'rgatganimdek issiq kunda qanaqa makiyaj qilish kerak va yana undan tashqari sovuq kunda bilasizlar yuzlar quriydi. O'shunaqa moment qanaqa makiyaj qilish kerakligini bilishmagan. Bunda men o'quv kursimda hammasiga to'liq o'rgatganman. Undan tashqari tonalka tanlash, qanaqa kosmetika tanlash, budjetniy, lyuksviy kosmetika, undan tashqari kistочкаlar va undan ham tashqari uходовый kosmetikalar haqida to'liq o'rgatganman va o'quvchilarim zo'r natijalarga
yetishgan. Yuqorida aytib o'tganimdek, mani 80% o'quvchilarim salondan ham ko'ra uyda o'zligi ko'proq zo'r makiyaj qilishyapti. Eng qizig'i 13% o'quvchilarim bo'lsa, boshqalarni ham makiyaj qilib bundan pul topishyapti. Samsibiy vizajist kursi bo'lsa ham. Agar siz shu videoni shu yoqqacha ko'rgan bo'lsangiz, demak sizda ham men ham o'zim chiroyli makiyaj qila olarmikinman, men ham natijalarga erisha olarmikinman deb savol tug'ilayotgan bo'lishi mumkin. Hozir Samsibiy vizajist kursimga qabul yopiq. Iyun oyidan darslarni boshlashni reja qilyapmiz. Lekin sizda oldindan chegirma narxida yozilish imkoniyati bor, aynan shu videoni ko'rganingiz uchun. Nimaga bu kurs hali yopiq? Bu kursni biz mukammallashtirib, yanada yaxshiroq qilib, o'quvchilarga ko'proq foydasi tegish uchun komandam bilan bu kurs ustida qattiq ishlayapmiz. So'rovnomalar o'tkazdik, kurs modullarini umuman boshqacha qilib yangilayapmiz, ham juda ham zo'r yuqori kачествоda darslarni yozyapmiz va sizlarga bonus darslar kirityapmiz. Bonuslar nima? Sizlar uchun juda ham kerakli bo'ladigan dietolog darslari, psixolog darslari va kosmetolog darslari. Aynan shu odamlardan spiker sifatida foydalanamiz va kurslarimizda darsliklarni ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari soch turmagi, ro'mol o'rash darslari ham qo'shiladi. Eng qizig'i bularning hammasi bonus bo'ladi. Siz Samsibiy vizajist kursiga to'lov qilasiz, qolgani bo'lsa bonus. Kursim nomi ham o'zgartirilyapti. Buni men tez orada o'zimning blogimda e'lon qilaman. Qizlarjonlar, bu kursimga yoziladigan o'quvchilarim oldingi kursimda o'qigan o'quvchilarimga qaraganda ko'proq natija qilasizlar. Xullas qizlar, hozirgi kursimda o'qimoqchi bo'lgan o'quvchilarim 100% natijaga chiqishi uchun yaxshigina komandamiz bilan mehnat qilyapmiz. Agar sizni ham kurs juda ham qiziqtirayotgan bo'lsa, shu videoni sho'tgacha ko'rgan bo'lsangiz, kursim hali ochilmadi, lekin 50% chegirmada joyizni band qilishingiz mumkin. Men sizga menejerlarim telefon raqamlari, Telegram havolasini jo'natib qo'yaman. Hoziroq joyizni band qilib qo'ying. Joylar cheklangan, birinchilardan bo'lib 50% chegirmada yozilishga ulgurib qoling. Narxlar va kurs haqida yana ham to'liq ma'lumotlarni menejerim sizga beradi. Hammalarga omad tilayman. Kursda ko'rishguncha, xayr.